9-sinfga o'tayotganlar uchun top 3 ta maslahat. 9-sinfga o'tgan va bu yil 9-sinfda o'qiydigan ukalarimizga 3 ta muhim tavsiya. Agar siz o'rta maxsus harbiy oliygohni topshirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni Temur Beklar maktabi yoki yosh chegarachilar yoki Jaloliddin Manguberdi yoki umuman shu harbiy o'rta maxsus bilim yurtida ochmoqchi bo'lsangiz, sizga tavsiyalarim. Birinchidan, siz bir vaqtni o'zida, ya'ni ketma-ketlikda Ichki ishlar akademik litseyiga, Temur Beklar maktablariga va shu fanlarga mos bo'lgan O'zbekiston hududidagi boshqa akademik litseylarga topshirishni tavsiya qilaman. Misol uchun tavsiyalardan bittasi Toshkent davlat yuridik litseyi yoki diplomatiya litseylari ham. Chunki bularda kirganingizdan so'ng, misol uchun yuridik litseyni qulayligidan bittasi kirganingizdan so'ng sizga yuridik oliygohga kvota ajratiladi. Ya'ni suhbat asosida qabul qilinishingiz ham mumkindir. Agar sizga qo'shimcha yana maslahatlar yoki harbiy oliygohlar haqida ma'lumotlar, qo'shimcha kvotalar yoki bu yilgi yangiliklar haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, sahifamizni kuzatib boring.